Assalamualaikum, assalamualaikum. Ovozim bormi? Leave. Eee, Biraz bugun tagdim-bagdim paranglany paranglashyp gyle dep hazır işleýän ýerimde eee, hazır däl şu wagtda aram wagta kep galdyk. Mm, Asaslama halky nimeni canlyk ýaýyny biz sinap bakaý dep maşyna kylışym. Hani bir hanarak buldu. Mm, Tor sureti ýagşy emasken şoňa telefonnykine goşup gotmy hazır. Bugün biraz tagdym-bagdym parançyl dep şu nimeni canlyk ýaýyny kyldym. Nahsunum dep goýamdyk. Bu bizning kanalda tunjy gytym resmi bir nahsunumy kylışym. Ýakyn ýakym şu özem bir saglykyny saklaş merkezi, ýani saglyk ojagynda işläpdimi? İşligide bir 4-5 aý bolup galdy. Burun jiddi gutuluş işleýme, buny kyndaşlar bildi. Eee, Biraz bäzi meselelerni ýygyp torlarda taqatdym. Bunyň içinde mm, Sağlık ocağı bilen münasebetlik mezmunlar, andan keyin bu ýerde kandak tekşürişlerini kılymaz, kandak dawalaşlaryny kılymaz. Nim tekşürişler kılı boldu, kandak tizimtimiz. Bir munça münasebetlik mezmunlarny hem behlengendim. Ýene onuň sir ýene suallar kep durdyken, eee, bir aldykeny bir 30-40 suallarny ýygyp goýgandym, ýygyp goýup bir bilep çykyraý dep kysam, lekin bäzi wagt ýetmej galdyken, zehnimiz ýetmej galdan işler boldyken. Eee, Bugün şu bir kança meselelerni kıskaça biraz dep öte yakın ya böyle tolup uçurap ketdi. Hem böyle gayrindaşlar bilen biraz paranlaşay dep bu videonu tartışım. Eee, Özümni ahwaly kelsek, belkinçe gayrindaşlar şu meni kanalymda bäzi şu saglamlyk mezmun köýen gayrindaşlarym tunuýdy. Ismim Nurmehmet. Eee, Ilgiri bez malemde işledim. İstanbul'daki bir şahsi doktorhana. Yerim şahsi, yerim devlet doktorhana. Bunun da şu eee 3,5 ýyl 4 ýyla ýakyn şu nimede jiddi gutuluşda işledim. Onun da sırt ýani başga ýerlerden nöbetlerini tuttuk. O ýerden çykyp hazır saglyk ojagyna ýerleşdim. Özüm awjylarda bu ýerde ýerleşkili bir 4-5 aý bolup galdy. 4-5 aýynyň ýaky şu Safaköy tarapdan, Zeytinburundan hem başga taraplardan, Beýlikdüzü taraplardan, başga şäherlerden köp gyndaşlar keldi. Eee, Şu golumdan kilitçe bir şeyde kan tekşürüş bulamdy, beden tekşürüş bulamdy, dogrularny izleş bulamdy. Selim Paşa'dan kelgenler bar. Mesleге hem yardımda boldum. Bu jarýanda har xil kişiler uçurdum hemde. Burun ilgiri bunajak Uygurlarny nim kılıp bakmançymyn. Eee, Bäzi meselelerni köýdük, bäzi kişilerle tunuşdyk. Ýagşy ahwallam bar, naçar ahwallam bar, aşkyp köňül ýerim bolan işlem bar. Hoşa bolan işlem bar hemde. Işte kılıp bu neçe ötdi. Bu jarýanda bir aldyken bir 500'den jyhrak Uygur gyndaşlaryny beden tekşürişine kandy gypdym hemde. Mabul roz Ramzany sal azaldy. Ondan keyin jyhlap nim gotdy. Şerapda da bir 20-30
Aldınqı hepden sal jyqyrak qyla alaytym, lekin miýe kötüränmej galdyçy. Her gün beden tekşüris çaqagatym, miýedeliq yerimiz kiçik bolgandan eken, adam pek çykyp gitip bäzideliq kuşmaslar peýda bolup galdy. Endi lekin hazır şu hepde ýene 2 gün kılıp seýşembe, peýşembe tekşürip gatmyz. Aş etdigin 8:30, 9:20 aralagy kyndaşlaryny çakyrmyz, kan tekşüris kılıç diýendek ahwalan gatdym. Tekşürislerini gatdym. Adatda şu bir hepdeden keyingirak numar düşüdi. Kyndaşlarymyz synyny ýezip tärik goýmagan, lekin kägen güni istiklem kirgiziplam kan tekşürişini kılymyz. Onundan keyin ätisi çüşdenkirak netije çykydy. Çykan çagda kyndaşlar WhatsApp'da äwet berme ataýytyny jügrep awar. Bot kemmeňler. Pawkulady eger kesel bolup galsa çakyrma. 100 tirany görüşüp durup ýol izlep kılymyz. Eger pek eger kesel bolmay galsa ýene şu normal WhatsApp'da dep berip nimle dikkat kılıç meselenge. Tamak çätim bulamdy ýa-ni dogry şiliş bulamdy aşan täwsiýe gatmam. Hyljy kyndaş ýardamda boldyk hemde. Lekin maşu tekşürýän kyndaşlarnyky kança desek boldy? %98'de nime ýok, sugurta ýokçu. Sugurtasy ýok, şoňaşka tekşürişdi bulamdy, meýli dogry şiltişdi bulamdy. Asal kynaldyk hemde. Eee, dogrylaryny ýyzyp bermemde amal ýok bäzide. Amal balyky uygun badyky dogrylaryny ýyzyşyk tirişip ýatmajy. Eger okşaş içideki moddalar okşaş bolsa, täsir okşaş bolsa, biraklam çoğun dogryga, kymmat dogryga esil bolmay belki sala äzarak dogrylarny kıldyganga tirişýatymyn. Eee, özümden ahwalym şekerçi. Eee, Uygur bimarlarynyň ahwalyny dep gelsek hemde şu eger bimarlarym uçurdyk hemde. Iqtisad jähetden sugurtasy bolmagandyky, wetendaşlyk bolmagandykin sal kynanyp galdy eken. Bäzide ýukumly kesekler çykdy, eger ýukumly kesekler. Bäzide rak diýdigan kesellärim çykdy hemde-çi. Hagyny Allah ýardymjy bolsun diýemiz hemde. Indi ikincide mana şeker keseli ahwallary, üçüncüsü ýukumly keseler ahwallary. Bizden Uygur kyndaşlarda men teşhiren bimarlaryň köpünsü ayal kişi, %70-80 ayal kişi. Ýa-ni ottur ýaşdan sal çoňraklary. Ýa-ni kiçik bala, ýa-ni sal ýeş çoňraklyky hanymlaryny teşhirdik. Kança meselenge şu 40 ýaşdan keyin 40 ýaş, 45 ýaş, 50 ýaş, 55 etraplarda. Köpünçilerde hem 23'ten biride şeker keseli ýa-ni şeker keseliniň dastlapki mezgilini uçuratdymjy nişedem. Hiç qaysi özünün bedene o şeker keseli bağlanıp okumaydı. Ýa-ni şeker keseliniň dastlapki mezgili kirip galganlygyny okumaydy. Hem bäzileri neçe ýylyň ýaky beden tekşürip bakmagan labake iş kılıp, mişede bir 4-5 yıl turgan ayal hanımlar, belki erlerdim jıkçu, özünün bedeninde nim kesel bağlığını okumaydı eken. Kan tipini okumaydı eken, mesela işkip iqtisat jihetten bulamdy, ýa-ni başga sebäplerden işkip tekşürip emgeler köpken. Ularnyň tekşürçlerinde mesela şeker keseli köprek çykdy. Kalgansman bäzi keseli ança jyk emas, ýene bar hemde şübileriçi. Onundan sırt başka ýine nime köprek çykdy. Ýukumly kesekler bar. Mesela AIDS bar, B tipi jiger ýalygy, C tipi jiger ýalygy. Ondan sırt jinsi ýol ýukumly kesellikleri, şu biz saglyk ojagda, saglyk saklaş merkezi tekşüredigen bir kança keseklerçi o. Eee, Emdi bu kesellerniňki hem kyndaşlaryň kelgen suallarynyň köpünsü bu kesel sakýamdy. Mesela şeker keseli sakýamdy. Kalkansman bäzi ýaly golup galsa o sakýamdy. Şu sualan soraýdymdy. Hem hiç kim özüniň bedene bir kesel boluşyny halamaydy. Biz mi halamaymyz bimarymyzdan bir kesel çykyşyny ýa kesel çykkan çağa berip başyna ukturyşyny. Köňlümiz ýerim boldy, lekin ýene ukturmaz hemde-çi. Endi Endi jykyrak çoň kesekler sakaýmaýdy-çi. Mesela şeker keseli, kalkansman bäzi ýallygy. Ýene meşhur zyk, any ýokary kan besimi diýende çoň kesekler sakaýmaýdy orasyn etsem. Pakatlam naýat ýaxşy kontrol kylyp bolady buny. Meýli mesela şeker keseli ýa-ni şeker keseliniň dastlap mezgili bolgan kyndaşlar bolup galsa, tamak jähati dikkat kylyp berip meselenge 3 aýda 6 aýda bir kytym kontrol kylyp durup saglyk ojaklardaçy. Şekerniň ahwalyny bir ýaxşy bilip, dogry kerek bulamdy, bolmamdy.
Eger dori kerek bolmay qalsa, masalan, şeker kesinligi dastlabki mezgilda kishlar bo'lib qolsa, harakatni bekrak tavsiya qilamiz. Tomoqlarga diqqat qilish bekrak tavsiya qilib keldim. Har qitim deyman shu WhatsAppda qarindoshlarga tomoqqa mushtaq uningga buni diqqat qilinglar. Harakatga qanday diqqat qilishlarini tavsiya qilyapman. Tomoqdan keyin 20 minutdan keyin mengishni, bir istirohat qilib ta'lim qilib berishni, tomoqning hazm bo'lishiga yordam qilishini tavsiya qilib kelyapman. Ana qalqansimaz bo'lib qolsa ko'proq uningdan shu yemeklarga diqqat qildi, uning cho'qim dori ishlatma sunmaydi, qalqansimaz yallig'i bo'lgan chog'da. Chunki badanniki hormonni ishlab chiqaradigan shu qalqansimaz bezingiz yaxshi ishlamaydi degan gap. U qarindoshlar cho'qim dorini tavsiya qilyapman. Uning aloqador videolarini ishlab chiqargantimcha YouTube'ga ko'rib boqsanglar bo'ldi. Eee, Andan qon besimi masalanga, qon besiminimi shu umr bo'yi ham dori ichish kerak. Agar haqiqatan bo'lib qolsa, bayqalib qolsa-chu. Qon besimiga bizningcha qarindoshlarda kallasi nima bor desanglar, bu dorini ichmasak bo'lamdi, ichsak ko'nib qoldi ekanmiz deydigan bir nim bor, ko'z qarash bor. Eee, Shunga o'tganda bir Uyg'ur qarindoshimiz kelibdi, shu qalqonsimon bez nima uchun, qon besim uchun dori ichmaydi ekan. Lekin uningdan sir bir qanchalar dori ichmay, qon besim bek yuqori bo'lib ketib, mingasa qancha palashib qolib bormish. Yaqini bo'ldi nechisi. Alloh saqlasin endi. Shunga agar qon besim bo'lib qolsa, cho'qim dorini vaqtida ichish kerak. Shakar kesili bo'lib qolsa, uni cho'qim agar dori kerak bo'lib qolsa ichish kerak. Yani tavsiya qilamiz. Erkaklarni cho'qim qilib berish kerak. Qalqansimon ba'zan hormonlarni badan ishlab chiqaramaganki, uni cho'qim dori lozim endi-chu. Ba'zir besim bo'lib qoldi endi bundan keyin dori ichamizmi deb. Endi qanaqa qilamiz ba'zi sal chiqib. Endi yuqumli kasallarga kelsak, biz mana sog'liq o'chog'i tekshiradigan kasalliklarda B tipi jigar yog'lig'i bor, C tipi jigar yog'lig'i bor. Jinsiy yo'l yuqumli kasalliklar bor. Uning jinsiy yo'l yuqumli kasallik bir qancha turlari bor. Uniki sifilis deymiz, yana bir qanchalar bor. Ularni biz faqatlam shu jinsiy yo'l yuqumli kasallik bormi yo'qmi deb qonni ko'rib chiqara olamiz. Ammo qaysi turini biz bilolmaymiz. Uningga ayrim yuqumli kasal bilimi berish kerak. Yana birisi AIDS. Uni ko'ra olamiz-chu sog'liq o'chog'ida. Agar hozirgacha bir 500 dan ortiq Uyg'ur qarindoshlarni tekshirtma, uning ichida bir 3-4 4-5 dan chiqdi ish qilib. Andan keyin uni sirtdan burun tunuydigan bir nechasi bor der. Hali bir salmoqni egallaydi orasini desam. Belgiya yallig'i setib chigaldim bir qanchasi chiqdi. Ular normalda mana shu kunlik turmushda yo'qdi. Ayollik turmushlarda yo'qdi. Tomoqlarga diqqat qilmasa masalan, ko'pincha eg'izga nimalardan bekrak yo'qdi emasmi? Suyuqliklardan bekrak yo'qdi. Shunga tomoq diqqat qilish kerak, tomoq bilgan chog'da-chu. Andan keyin bir uyda bir kishi bayqalib qolsa, masalan, betib jigarli selib bayqalib qolsa, menimcha o'zi cho'qim bir kontrol yuqumli kasallik bilimi berib, bir kontrol qilish kerak. Bizning bir Uyg'ur qarindoshimiz setib jigarli chiqib qolgan. Bemuse deb ism qilibdi. Eee, O'zi shuna saq, faqat kelib bir tekshirib boqaylik, doktor menda ishlaganligini kelibdi qishimizga oila bo'yicha. U qarindoshimiz chiqib qoldi. U hayron qoldi, xudoyim. Beshida kelgan chog'da qilmadi. Boshda bolalarim qilsin, ayolim qilsin deb ularni tekshirishini qildik. Yana bir ish kelibdidan keyin, bir oylardan keyin ularning ishi tugagandan keyin oldin u shu yaniki egiz keldi. Ertalab deyli. Uni qani tekshirib boqdik. Bo'lmasa badanda hech qanday bir alomat yo'q. Normal bir odam, sog'lom ko'rinishdimi. Tekshirsak shu jigar yog'i chiqib qoldi. Ham jigar o'lim ta'sir qanday darajada bo'pti. Bu jigar yog'i degandan keyin u bir xil virus. U badanni chiqargandan keyin birinchi shu jigarni bekrak buzdi-chu. Ana u yerdan o'tib badan ojizlash qarab mangadi. U qarindoshimiz u chiqqan kam jigar yo'li ta'sir qilibdi. Shunga shu zamonlar infeksion bo'limiga numar berdik, u berib ko'rinibdi. Infeksion bo'limidan, yuqumli kasalliklar bo'limidan. Bir ikki dorilarni tavsiya qilibdi. Bu Turkiyada qimmat dori ekan. 60 ming, 70 ming atrofida ekan. Boshqa yerdan akeldirib ishlatishni boshladi. Orqadan bir 2-3 qatim tekshirish qildim. Eng oxirgi tekshirishda qon natijasi nihoyat yaxshi chiqdi. Jigarniki rolim nihoyat yaxshi chiqdi-chu. Xo'shib qoldik ish qilib. Balkim shu doriniki yaxshi foydasi bo'lgan o'xshaydi. Uning sirtini ba'zi milliy yerlik usullar bilan narsalar qildim dedi hamda. Men qanday bo'lsin chiqib yaxshi bo'lish qarab mangibdi. Buni xo'shib qoldik bizmi. Uning sirtini bir ish qarindoshlar chiqqanda ular numara bersam bormagan o'xshaydi. Alloh
tavsiya qilish bizdan, hamda qilish qilmaslik sizlardan. Biz hamda amal bor, to'g'ri yo'lni deb berishga tirishayotganmiz o'zimizniki mana shu kasbidachu. O qarindoshlarni berib tekshirib o'tsam, anda uning sirtmovilik yuqumli jinsiy yuqumli kasalliklarda tekshirib aniqlangandan keyin ko'pinchalarini davolab kontrol qilg'ili bo'ldi. Masalan, sifilizda eee, bilasaklam uning davosi ancha tez emas. Eee, jiq chiqim qilmaylam davolag'ili bo'ldi. Hatto bizim qilalaymiz uni. Agar uni davolatmasa, bunaqa ansirab "voy menda nim" deb bu kasal chiqib qolgandi deb burunni o'ylamay menimcha, burunni keyingi qarash kerakchu. Burun mayli qaysi sababdan bo'lib qolsin bilmaymiz hamda uni. Ammo bundan keyin shu badanning sog'lomligi uchun shu infeksion bo'lim berib, shu qaysiligini bilgandan keyin davolashni olib borsak, nihoyat yaxshi kontrol qilib bo'ldi. Bo'lmasa ko'zga ta'sir qildi, sifilis kesili keyin. Badanning boshqa organlariga ta'sir qildi, menga ta'sir qildi, uydagi boshqalarga yuqdi, u bir xatiri bor shu. Shunglashqa mana shu yuqumli kasal chiqib qolgan chog'da cho'qim vaqtida bir kontrol qilib, agar burun vatanda bo'lgan bo'lsa, bir qancha qarindoshlar burun vatanda bor dedi, ularni tekshirdik, haqiqatan chiqdi. Lekin vatanda shu bu kasal kontrol bo'pti deganlar bor ekan. Mayli vatanda nima desin, burunchi hamda. Lekin mana Turkiyadami bir rasmiy bir yer berib, bir ko'rinayotgan yaxshicha, buni tavsiya qilaman. Eee, 3-si, 4-si hamda o'smir rak shallab tekshirish deb bir nuqtani yozib qo'ydim. Buni men yaqindaligi nimada aloqalashib ko'rishgandim mana shu Turkiyaniki har qaysi rayonlarda bo'libmi Istanbuldan nihoyatda jiqchu. Jiq degan manda g'arbiy rayonda birisi bor. Ketem deb bir markaz borchu. Bu Ketem markazi degani kanser, erken teşhis tarama va eğitim markazi degan bir yer. Bu yerda uch cho'ng nimani mana shu rak o'smini shallab tekshirdi. Shallab tekshirishni tarama testi deb qo'yamiz. Qaysi desangiz birisi ko'ksi raki, yana birisi mana shu rahim og'zi kanseri, mana nima balyatqu eee, balyatqu og'zi o'sma raklarini tekshirdi. Uchinchisi manaqi mana nimada qilin bor nimada qilin cho'ngchaydagi mana shu nimani o'sma raklarini tekshirdi. Yaxshi tekshirib qo'ydi ashada. Mana bir parcha kichik rasmni qo'ydim. Mana shu aloqasi bir oldimizgi kunlarda bir uyg'urcha tarjima qilib chiqarib qo'yman. Ham aloqador munosabatli uchurlarni cho'qim ta'minlab beraman. Masalan, mana u ko'ksak haqida 20 yoshdan cho'nglar, 20 yoshdan cho'ng ayol qizlar badan nozukchu ayollarning badani. Mayli ko'ksak bo'lsin, yo boshqalar bo'lsin, nihoyat nozuk shu. Asalab kasal bo'lib qoldi, Alloh saqlasin hamda. Endi biz qalqonsimon ba'zi nihoyat nozuk bo'ldi. 20 yoshdan cho'nglar bo'lsa, shu yilda bir ish qitim shu nimada, eee, 2 yilda bir qitim sog'liq o'chog'ida bir qitim shu hemshiralar, doktorlar agar doktor bo'lib qolsa, ayol hemshiralar, ayol sestralar tekshirib qo'ydi mana ko'ksini. Ham o'zim mana shunaqa tekshirishga ko'nish kerakchu, bililish kerak. To'g'rilarda bak chiq uning darslari YouTube'da qarasanglar. Mana shu ko'ksida bir qattiq bir narsa qo'lga tegdimi, tegmadimi? Agar asha bir qattiq bir narsa his qilib qolsa, berib sog'liq o'chog'i berib, bir maslahat olib solmish. O'sha his qilyaptimi, qanday qilishim kerak debchu. Andan keyin 40 yoshdan keyinda eee, 2 yilda bir qitim mana shu 40 yoshdan keyin 2 yilda bir qitim mammografiya deb bir xil tekshirish bor. Rentgen o'xshab qoldi. Mana shu ko'ksimda turib bir rentgendek bir narsa topdi. Shu orqali mana shu bir shubhalik bir kichik o'smalar bormi, raklar bor. Masalan, qo'ldan tutsa his qilolmadik, lekin kichik ko'z ko'rmaydigan, qo'lga his qilolmaydigan kichik o'smalar bo'lishi mumkin, Alloh saqlasin. Uni bir tekshirib bo'ldichu. Uni yaxshi ko'rib qo'ydi. Undan sirt rahim og'zi kanseri deb bir xil tekshirish bor. Bu 30 yoshdan keyingi 5 yilda bir qitim, 5 yilda bir qitim shu HPV deb bir inson papilloma virusi deb bir xil virus bor. Shu tekshirishni qilib bo'ldi. Uni jinsiy yo'lning atrofidan kichik bir o'rnak ilib tekshirdichu. Buni ko'pincha sog'liq ojoqlari qiladi. Masalan, bizning bu yerda qiladi. Ayol hemshiralar qilib qo'ydichu uni. 5 yilda bir qitim shuni ko'rib boqadi. Uni bir qancha turlari bor masalan. Eng ko'p ko'rilgan 4 xil turi bor. Uning ichida ikkisi yaxshi sifatlik, ikkisi yomon sifatlik. Bu keyin o'sma, rak keltirib chiqardichu. U tekshirishni qilishni tavsiya qilmayman. Alloh xohlasa, men bu to'g'riliq biroz mazmunni ratlab chiqarib qo'yishni bek umid qildim. Hamda bular hamda haqsiz bo'lgandek ekan, Uyg'ur qarindoshlarga mayli vatandosh bo'lmang, bir tekshirganning foydasi bor. Eee
Masalan, bu ishqi Suriyaliklarni aid yaxshi ko'nibdi, turklarni qildirdi. Masalan, buganmi bir ishki mash turk ayollar keldi. Qancha yash? 55 yash atrofida mana shu rahim og'zi kanseri, balyotqi og'zi o'sma, rak inshaalloh tekshirishini qilib tikan oldin qaplarda qilsa, biroz shu belik chiqib qolibdi ekan. Ana ayollar kasallik bo'limiga avatdiq. Ular chatoq yo'q, ansirmagan, faqatlam shu yaxshi sifatlik virus ekan deb dedi. Lekin uning ko'ngli rohatchu. Bo'lmasa ba'zi ishlarni oldini olmasak, ig'ir nimalar ketib qoldi ekan. Ko'ngli yarim qilgan natijaga ketib qoldi ekan. Andan keyin, yana mau nima cho'ng bağırsak, cho'ng uchay, o'sma, shallab tekshirishi. Buningda 50 yaşdan keyin 2 yilda bir qitim cho'ng taratni bir tekshiramiz. Cho'ng taratni ichida yo'shurun qon bormi, yo'qmi debchi. Yo'shurun qon bormi deb uni qarasak, masalan, oddiylan bir xil tekshirish. U orqali agar yo'shurun qon bo'lsa, biz normal ko'zimizda ko'rgan qonlar bor, u degan cho'ng da qarashlam qon deb bilginadi. Lekin ba'zida normal ko'zda ko'rilmaydigan cho'ng taratim qon bo'ldichu. Ular ko'pincha mana shu cho'ng uchayninki nimasini ko'rsatadi. Ashyoda bir o'sma bo'lishi mumkin, yoki yara bo'lishi mumkin deganni ko'rsatadi. Agar shu bayqalib qolsa, andan keyin bir kolonoskopiya deb qo'yamiz. Maq'atdan shlank silib, shlanklik aynak silib, shu ko'rimizchu. Beijing deb qo'yamiz vatanda, ma'lum Zhichangjiang deb qo'yamiz. Pastdan maq'atdan soldigan bir xil tekshirish. U ketam degan markazda mana cho'ng taratni yaxshi tekshirdi. Balyotqi og'zi o'sma rakni yaxshi tekshirdi ham mammografiya deganni yaxshi tekshirib qo'ydi. Hamda kolonoskopiyani 10 yilda bir qitim deb tavsiya qilibdi. Uni qilam yaxshi qilamdi, qilmamdi uni uqmayman. Lekin men deganlarimni hammasini yaxshi tekshirib qo'ydi. Shuning men tavsiya qilmayman qarindoshlarimga. Balkim oldimizgi haftalarda mana shunga munosabatli tafsiliy bir mazmun tayyorlab chiqarishim mumkin. Uningdan sirt yana birisi bor. Mana Varam savaş dispanseri deb bir yer bor Turkiyaning har qaysi rayonlarda. Bu tuberkulyoz yuqumli tuberkulyozning o'zi bir yuqumli kasallik emasmi? Tuberkulyoz kasallikni inshaalloh tekshirish markazichu. Yoki bo'lmasa tuberkulyozga qarshi urush qiladigan markaz debmi tushunsak bo'ladi. Demak, cho'g'ini u masalanga shu sizda tuberkulyozdan bir shubha bo'lib qolsa, masalan, doim yutiladigan, balg'am tili chiqadigan, kechalari talaydigan, badan bo'lib kechirib bakrak yutiladigan, kechiri yeni qiziydigan, yana birisi badan og'irligi tuvalab ketadigan, tuyuqsiz, chiniqmay turib, tomoqni qismay turib ham badan og'irligi tuvalab ketadigan ahvollar bo'lsa, ba'zi bu tuberkulyozniki shubhasi bo'ldichu. Bu kasal atrofidagi asalom juqudi. Bu og'zimizdan chiqqan havoda, havoning ichida kichik nimalarimiz bo'ldi, nafasimizda kichik g'o'r bo'ldi emasmi? Bu orqali qarshi taraf yuqish mumkin. Yutilishimiz bilan birga qarshi taraf yuqish mumkin. Bu kasal bo'lib qolsa, shu o'pkani tutadigan bir kasallikchu. Shunga buning har qaysi markazlari bor. Buni bilish sababmi burun bu kasallik keng tarqalg'achqa mana shu Varam savaş dispanseri degan har qaysi rayonlarga shu qurgan va shu sog'liq o'chog'iga o'xshash yerlarchu. Har qaysi bir rayonda, masalan, Fatihda birisi bor, Zaytunburnu'da birisi bor, Küçükçekmece'de, Safa Ko'trapda birisi bor degandachu. Bu yerda nima ish qildi desanglar, o'pka qismini rentgen tortadi. Yana birisi PPD tekshirishda bir kichik bir teri qilgan bir tekshirish bor. Kichik bir ukuldek bir narsani kichikroq sanjib qo'ydi. Urib qo'ysa, bir qancha kundan keyin shu zodi yo'g'ondimi, kichikildimi shu yerdagi qizirish. Agar kichiklanib tursa, demak PPD tuberkulyoz yo'q degan gapchu, yuksak ehtimol bilan yo'q degan gap. Agar u yo'g'onib ketsa, shu nimani ko'rsatdi, tuberkulyoz bo'lish ehtimolini ko'rsatdi. Undan sirt oqchigar rentgen tortadi. Yana mana shu yuqumli kasalliklar bo'limida tuberkulyozniki diagnozi qo'yilsa, masalan, cho'ngroq doktorxonaniki. Uni ba'zi dorilar bor. 6 oylik dori, 9 oylik dori degandekchu, shu har oyda berib ilib ichadigan dorilar bor. Sal qimmat ular. Uni mana shu Varam savaş dispanseri degan yerda haqsiz berdi ekan. Uni ishlasa bo'ldi. Vatandaşlar cho'qim haqsiz ekan, vatandaş bo'lmaganlarga haqsiz deb bilmayapti-chu. Uni haqsiz berib qo'yishi mumkin. Shunga agar tuberkulyoz shubhasi bo'lgan kishilar bo'lib, o'pka tuberkulyozi shubhasi bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, ashyo berib maslahat so'rab baqsin bo'ldi. Biz ba'zida mana shu to'y qilishning oldida bir oqchiga rentgen tortimiz-chu. O'pka rentgen tortimiz.
Onu men adetde işe evet demek, haksız tatyp koýdy emasmy ony. Eee, bir kança noktalarny kyryndaşlar bilen biräm bähline edip kylışym. Haýatyň ýaky, biraz mezmunlarny hem bährilendik. Bu mezmunlarny şu video kılıp çykyryp goýmaýyn. Hep ahirleri bäzide berip şu därs gatnaşymyz, biraz bu tibbi sahasymy daim işdiki ýeňil turgan bir sahatçy. Ýeňi-ýeňi bilimler çykyp durdy, ýeňi-ýeňi keselliklerini baýkaş usullary, tekşürişler, dawalaş usullary ýeňilip durdy. Şoň adetde şunun bu ügünip bilimimizni ýeňilep turmasak bolmaýdy. Eee, Hazır köretken kyndaşlar ýok okşaýdy. Eee Deniz başka ýerler bolmaý kalsa, video şekil çykyryp goýma. Gyzykýçlar körp asy boldy, temesini çykyryp goýma. Başka ýerler özüňden ysranlar. Kiler bir videoda görüşýäris. Podcast.